Uning ismi Kristina. U suzishni yaxshi ko'rgan. 1996-yilning bir kunida u suvga sho'ng'idi va akula to'satdan unga tashlanib qoladi. Kristina qo'rqib ketdi, lekin akula hujum qilmadi. Aksincha uning atrofida aylana boshladi. Shunda u akulaning og'ziga ilingan qarmoqqa ko'zi tushdi. Kristina katta tavakkal qilib qo'lini cho'zdi va ilgakni oldi. Yaxshiyamki akula hamkor bo'lib qarmoqni chiqarib oldi. Uni hayratda qoldirib, boshqa jarohatlangan akulalar yordam so'rab kela boshladi. Birinchisining ortidan Kristina ularning barchasidan ilgaklarini olib tashlashga muvaffaq bo'ldi. O'sha kundan boshlab Kristina har kuni sho'ng'ib, yordamga muhtoj akulalarni qidirishni odat qildi. Kristinaning oila a'zolari va do'stlari uning xatti-harakatlariga qat'iy qarshilik ko'rsatishsa-da, u hech qachon ortga chekinmadi. U bu yirik mavjudotlarning his-tuyg'ulari borligiga ishonadi.